Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Amerika prezidentining davlat vaziyatidan ma'lumot berish yig'iniga tunji qatam Uyg'ur vakili qatnashdi. 2020-yillik qishki ta'tillik robot ko'rgazmasi Istanbulda ochildi. Amerikada tunji qatam bir turk musulmon saqchi idorasi boshlig'i bo'ldi. Mike Pompeo Amerikaning Turkiyani Suriyada qo'llaydiganligini bildirdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 4 fevral günü Amerika prezidenti Trump'ın dövlət vəziyyəti boyunca məlumat veriş nutq murosimi Amerika Dövlət Məclisində ötküzildi. Murosimga Amerika Dövlət Məclisinin Avam palatası bilan Kengash palatasiga mansub barliq a'zolari, Aqsaroydagilar, yuqori darajalik hərbiy amaldorlar, Amerika Oliy sudi hamda federal hukumatning yuqori darajalik xodimlari bo'lib nurg'un kishi qatnashdi. Amerika prezidentining bu yillik dövlət vəziyyətidan ma'lumot berish bo'yicha nutq so'zlash murosimiga Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas Amerika Kengash palata a'zosi Mark Rubioning taklifi bilan qatnashdi. Bu Uyg'urlarning tunji qatam Amerika prezidentining davlat vaziyatidan ma'lumot berish nutq murosimi qatnashi bo'lib hisoblanadi. Amerika prezidenti Trump bu yillik davlat ahvolidan ma'lumot berish nutqida Amerika iqtisodining yaqinqi 3 yildan buyon izchil o'rlash holatini davomlashtirib kelayotganligini alohida ta'kidlab, Qo'shma Shtatlarning tashqi savdoda, bo'libmi Xitoy bilan bo'lgan savdo urushida Xitoyning uzun yillardan buyon Amerikadan foydalanish, Amerikaning aqliy mulklarini o'g'irlash qatorliq bir qator qilmishlarga unumli chaq qo'yganligini, Xitoyga yetar amdi deganligini eskartib o'tdi. Trumpning bu qitimliq nutqi uning Aqsaroyga kirgandan buyon Amerika Dövlət Məclisida davlat ahvolidan ma'lumot berish bo'yicha so'zlagan 3-qitimliq muhim so'zi bo'lib, o'tgan yil so'zlagan so'zida Amerikaning buyukligini tanlashni ta'kidlagan. Bu yillik so'zida nihoyat ishonch bilan Amerikaning buyukligini qayta qurib chiqdik dedi. U nutqida yana Amerikaning xalq turmushi, ma'arif, sog'liqni saqlash, ko'chmanlar, qo'shni ellar bilan bo'lgan munosabat, davlat bexatarligi va dunyo demokratiyasini qo'g'dash qatorliq jihatlardagi eng yangi yuzlanishlarni tilga olib o'tdi. İlginççe Roshan Abbas bu murosimga Amerika Kengash palatasi a'zosi Mark Rubioning alohida mehmoni sifatida qatnashgan. Mark Rubio o'zining bugun e'lon qilgan bayonotida Amerika prezidentining bu yillik davlat ahvolidan ma'lumot berish murosimiga Uyg'ur faoliyatchisi Roshan Abbas bilan Florida shtatining boshlig'i Janet Nonizni o'zining alohida mehmoni sifatida taklif qilganligini bildirgan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining Sharq Turkistonni qurgan yig'ib olish lagerlarini taqash va lagerlarga qamalgan Uyg'ur tutqunlarining qiyin ahvolini dunyoga anglatish jihatda aktiv faoliyatlarni olib bormoqda. Uning Amerika demokratiyasining nihoyat muhim an'anasi hisoblanadigan bu murosimga taklif bilan qatnashishi muhojiratga Uyg'ur jamoatini suyundirmoqda. 3 fevral günü Türkiye'deki Uyg'ur istam gruppasining o'rinlashtirishi bilan robot ya'ni mashina odam kurslarining 2020-yillik qishliq ta'tillik ko'rgazmasi Istanbul Ayvonsaroydagi Turkiya yoshlar fondining markazida ochildi. Mazkur ko'rgazmada Uyg'ur istam gruppasi tashkillab kelayotgan robot ya'ni mashina odam sinf o'quvchilarining ijodiyatlari ko'rgazma qilingan bo'lib, yig'inga Istanbuldagi Uyg'ur o'quvchilar, Uyg'ur ziyolilari, robot sinfining o'quvchilari va ota-onalar qatnashdi. Yig'inga Amerikadagi olam qatnash idorasining injeneri, doktor Erkin Sidiq tor orqali qatnashib, echilish so'zi qildi. Erkin Sidiq apandi ko'rgazma qatnashgan Istanbul jamoatining qizg'in kayfiyatidan intayin mamnun bo'lganligini, Uyg'ur xalqining qo'lidagi narsani saqlab qolish uchun kuchlanish kerakligini, yoshlar tashkillagan mazkur faoliyatdan qattiq ta'sirlanganligini aytdi. Orqadan Uyg'ur istam gruppasining mas'ullari robot kurslarining maqsadi va ma'rif andisi to'g'risida atrofli uchur berdi. Mazkur gruppadagi yoshlar yana texnika, injenerlik, matematika va bilim qatorliq so'zlarning ingliz tilidagi bosh harflardan tuzilgan sistem so'ziga va ma'rif andisiga aniqlama berdi. Yig'inda yana yumshoq detal injeneri Abdushukur Abdurashid va Murat Urxullah muhim so'z qildi. Uyg'ur istam gruppasi 2013-yili 2 yoshning o'z qiziqishi bo'yicha bir yer kelib, tabiiy fan bilimlarini asos qilib qurgan ilm-fan tor bekitidan boshlangan bo'lib, 2018-yili 12-oyda qayta tashkillangan. 2019-yili 3 qatim ochilgan robot kursida 70 ga yaqin o'quvchi tarbiyalangan. 2019-yilning oxiridan boshlab mazkur Uyg'ur istam gruppasining nomi sistem atilishga boshlagan bo'lib, ma'rif andisi bo'yicha kompyuter, robot, programma tillari, matematika, fizika va boshqa tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchilarni tarbiyalashni asos qilgan. Bu yillik 4 kursda 45 o'quvchi bor ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish va assimilyatsiya siyosati tufayli muhojiratlik Uyg'urlarda milliy kimlik andisi kuchayotgan bo'lib, muhojiratlik Uyg'urlar milliy kimlik va milliy madaniyatini saqlab qolish bilan birlikda har xil ilmiy faoliyatlar va texnik ma'rif orqali o'zini kuchaytirishni nishon qilmoqda ekan. Amerikada tunji qatim asli turkiyalik saqchi İbrahim Baykora idora boshlig'i bo'lib vazifaga tayinlandi. Patterson saqchi idorasida 32 yildan buyon xizmat qilayotgan İbrahim Baykora Patterson shaharlik hukumat binosida o'tkazilgan alohida murosimda qasam berib vazifa topshirib oldi. Murosimga Turkiya elchixonasining xodimlaridan boshqa yana New York va New Jerseyda turishliq turk jamiyatlari a'zolari,
Paterson şəhərlik hökumətinin yuqori dərəcəlik məsulları şundaqla İbrahim Mayk Baykoraның ailesi və yaqinləri qatnaşdı. Qasam beriş rəsmiyyətindən keyin Amerika dövlət marşı çelinib, dua bilan murosim boshlandı. Murosimda nutq so'zlagan Paterson şəhərlik hökumət başlığı Andrey Sayg, İbrahim Mayk Baykora Paterson şəhərinin tunji türk, tunji musulmon və tunji ximiya injenerligini bitirgan soqchi boshliq bo'lganligini, uzun yil soqchi idorasida ko'rsatgan xizmatlari, tirishchanlik sababidan bu vazifaga loyiq ekanligini, Amerikani o'z uyida ko'rgan ko'chmanlarning g'alabasidir degan. İbrahim Mayk Baykora 228 yillik tarixiy binoda o'tkazilgan murosimda Qur'on tutib qasam berdi. İbrahim Mayk Baykoramo Paterson şəhərinin yarim asrlik oilasi ekanligini, bu şəhərga xizmat qilishdan xo'shallik his qiladiganligini bildirdi. Murosim oxirida turkcha duo tilovat qilingandan keyin İbrahim Mayk Baykora tabriklarni qabul qildi hamda turk bo'lganligidan va tug'ilgan yurtidan faxrlanadiganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Turkiyaning Idlibda Suriya armiyasiga qarshi boshlagan harbiy harakatini qo'llaydiganliklarini bildirdi. Mike Pompeo Turkiyaning Idlibda Suriya armiyasiga qarshi boshlagan harbiy harakat to'g'risida yozma bayonot e'lon qilib, Amerikaning Bashar Asad hokimiyati, Rossiya, Iran va Hizbullahning Idlib xalqiga rahimsizlik bilan qilayotgan hujumlarini yana bir qatim ayblaymiz. 3 fevralda koordinatsiya va jiddiychilikni pasaytish uchun qurilgan kuzatish nuqtasida vazifa o'taydigan Turkiya harbiy xodimlari jinidan ayrilgan hujumdan keyin darhol NATO ittifoqdoshi bo'lgan Turkiyani qo'llaydiganligini, Türkiye'nin qonunluq bo'lgan o'zini qo'g'dash huquqi doirasida tashlagan haqliq qadamlarni butunlay qo'llaydiganligini, o'lim yetim hodisalar tufayli Turkiya hukumatiga sabr tilaklarini yetkazadiganligini bildirib, Bashar Asad hokimiyati, Rossiya, Iran va Hizbullahning harakatlarining Suriyaning shimolida urush to'xtatishni kapolatga ega qilishga bevosita to'sqinlik qiladiganligini eskartib, bu yovvoyi iloj qilingan hujumlar oxirlashi kerak. İnsonparvarlik yordamlarining yetkazilishi, kapolatga ega qilinishi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 2254-numurli qarori bo'yicha tinchlik qaytadan o'rnatilishi kerak deyilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.